va mehmonlar, bugun sizlar oldingizda turgan qo'chqor oddiy jonzot emas. Bu asrlar osha yetib kelgan tarix. Sabr, toqati o'rtaga beramiz, iltimos qilamiz. Sabr, toqati, mehnati va barakasining tirikligimiz timsoli. Qadim zamonlarda hali soriq qo'ylari yarilmasdan oldin bobo buvalarim shunday qora qo'ylardan boqqan. Bu qo'chqor, bu qo'ylar qo'ychiligining asosiy poydevori. Qudrat. Mikrofonni ochib bering. Qudrat va soflik ramzi bo'lgan. Vaqt o'tdi, nasllar almashdi, lekin mana shu qora qon buzilmadi. Pokligicha saqlanib bizgacha yetib keldi. Bugun sizlar ko'rayotgan bu qo'chqor o'sha naslning yorqin va haqiqiy vakili. Uning qoni sof, buzilmagan, nasli toza. Uning har bir qadamida tarixning ovozi, har bir nafas olishida bobolarimiz mehnati va umidi bor. Qora qo'chqor, laqabi qora, haqiqiy qudrat ramzi. Bu qo'chqorga qarang, qanday baquvvat, qanday savlatli. Uning ko'zlaridagi chidam, bo'yidagi qudrat, qadamlaridagi ishonch har bir insonga kuch bag'ishlaydi. Ana shunday qo'chqorlarga orqali xalq seleksiyasi, soriq qo'ylar yaratilishda keng foydalanilgan. Demak, bu qo'chqor faqat bir chorva yoki balki barakali kelajak yaratishdagi asosiy quroldir. Orzu har bir chorvador qalbida shunday qo'chqorga ega bo'lish orzusi bo'lishi kerak. Zero Alloh imkonsiz narsani hayol qildirmas. Chunki u faqat qo'yxonaning iftixori emas, balki butun oilaning barakasi, qo'rg'oni, kelajak kafolati. Kimda ana shunday sof qo'chqor bo'lsa, uning qo'lida uning boyligi ham sharafi bor. Bugun sizlar ko'rayotgan qo'chqorga qarang va o'ylang. Hammaga mana shunaqa qo'chqorlar nasib qilsin. Buni qirqligi 100 qon sifati o'sha buzilmagan holati. Bu yog'ini hakamlarga qoldiramiz.